Bilasizmi, odamni xarakterini fe'l-atvoriga, yurish-turishiga qarab emas, balki telefonni ushlashiga qarab ham bilish mumkin. Bu videoda odamlarni telefon ushlashiga qarab uning psixologiyasini bilib olasiz. Telefonni ushlashingizga qarab psixologik testni boshladik. Siz telefonni qay holatda ushlaysiz? Bu 4 ta holatdan birini tanlang va kommentariyaga yozib qoldiring. 4 ta holatdan birini tanlashingiz uchun sizga 10 soniya vaqt ajrataman. Kommentariya yozing va videoga like va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Tanlagan bo'lsangiz videoni davom ettiraman. Kanalga obuna bo'lganlar va like bosganlar uchun katta rahmat. Agarda tanlab ulgurmagan bo'lsangiz videoni to'xtatib tanlab olishingiz mumkin. Biz davom etamiz. Siz telefonni birinchi holatdagidek, ya'ni bir qo'lingiz bilan telefonni ushlab, ikkinchi qo'lingiz yordamida matn yozsangiz, sizga tinch va mo'tadil xulq-atvor xos. Siz boshqalarning farovonligi uchun barcha narsadan voz kechishga tayyorsiz. Olomonni yoqtirmaysiz. Tinch va tanish joylarni afzal ko'rasiz. Sevgingizda ham sokinlik hukmronlik qiladi. Siz bardosh berolmaydigan narsa ko'z yoshlar, ayniqsa yaqinlaringizniki. Sevgan insonlaringizni xatosini juda tez kechirib yuborasiz. Ikkinchi holat. Telefonni bir qo'lingizda ushlab, matnni bosh barmoqlaringiz yordamida yozsangiz. Agar siz telefonni bir qo'lingizda ushlasangiz, bu sizning ko'p qirral inson ekanligingizdan darak beradi. Siz tartibli va intizomli insonsiz. Har doim o'zingiz uchun nima yaxshi yoki yomonligini bilasiz. Tinglashdan ko'ra ko'proq gapirishni afzal ko'rasiz. Lekin besabab pashshaga ham ozor bermaysiz. Chin muhabbatni soxtasidan ajratishni bilasiz. O'z juftingiz uchun har narsaga tayyorsiz. Uchinchi holat, telefonni ikkala qo'lingiz bilan ushlab, matnni ikkala bosh barmog'ingiz yordamida yozsangiz, sizga sizni 100% yaxshi tushunadigan hamroh kerak. Agar sizni ishonchli inson qo'llab-quvvatlasa, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz yanada ortadi. Siz o'zingiz tanlagan insonni butun borlig'ingiz bilan sevasiz va o'tmishdagi ko'ngilsizliklarni osonlikcha unutasiz. 4-holat. Telefonni ikkala qo'lingiz bilan ushlab, matnni bosh barmog'ingiz yordamida yozsangiz, bu himoyaga muhtojligingiz, e'tibor va g'amxo'rlikka chanqoqligingizdan dalolat beradi. Siz o'z hissiyotlaringizni to'g'ri ifodalay olmaysiz. Shuning uchun ham sizning juftingiz yetarli e'tibor olmaydi. Muloyimroq bo'ling va his-tuyg'ularingizni odamlarga ko'rsatishdan uyalmang.